2026-yilda hozir mana shu videoni ko'rib turgan kim bilan Umra ziyoratiga bormoqchisiz? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring ismlari bilan. Inshaalloh sizga ham ota-onangiz, oila a'zolaringiz va farzandlaringiz bilan borishli avgust oyida nasib qilsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga avgust oyi va sentyabr oylariga qachon va qayerdan reyslarimiz bor va qanday sharoitlar bo'ladi, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir dona like bosib qo'ying aka. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna ham bo'lib qo'ying. Xudo xolasa sizga ham albatta mana shu yilda nasib qiladi inshaalloh. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olsangiz, biz video syomkamizni boshlaymiz. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zimizning Marg'ilonning oshpozlari chiroyli qilib sizga taomlarni yetkazib, chiroyli qilib 14 kun mobaynida mehmon qilib kuzatishadi inshaalloh. Xudo xolasa sizga ham ilindim. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, aloqaga chiqing va joylarini bron qiling. Hozirgi kunda bizning joylarimiz Toshkent, Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha bor. Haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz amalga oshiriladi. Agarda siz ota-onangiz bilan, oila a'zolaringiz bilan bir oiladan bir 10 kishi, 15 kishi bo'lib bormoqchi bo'lsangiz, yana ham chegirmalar bo'ladi inshaalloh. Hoziroq bog'lanib telefon qiling, sizga chegirmali narxlarda albatta qilib beramiz. Xo'p, bizda tajribali 50 boshlarimiz 14 kun mobaynida ziyorat va sayohat va ibodatlaringda hamrohlik qiladi. 10 dan oshiq sayohatlar, ekskursiyalar, shu kabi Qizil dengiz sayohatlari hammasini ichiga oladi. Bizda safarimiz Madina Munavvaradan boshlanadi, ya'ni Jidda shahriga uchganingizdan keyin bir juma Madina Munavvarada, bir juma Makka Mukarramada o'qish imkonini beradi. Bu imkoniyat to'g'risi faqat sizlar uchun qulay. Gastinisalarda Madina Munavvarada 150-200 metr gastinisa, Makka Mukarramada esa 800-900 metr oralig'ida 4 yulduzli gastinisalarımizga joylashtiriladi azizlar. Hoziroq bog'lanib aloqaga chiqing, biz sizga ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz azizlar. Narxlarimizga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 1030 dollardan, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 1050 dollardan qilib belgiladik. Hoziroq standart plus paketi, ya'ni komfort paket bilan birlasha oladigan paketlar bilan birgalikda safarni biz bilan amalga oshiring azizlar. Sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videoda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.